Hammaga salom. Sizlar bilan bu videoda Office dasturlaridan onlayn foydalanish usullarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun brauzerimizga kirib olamiz. Microsoft 365 deb yozamiz. .com xuddi shu saytga kiramiz. Bu yerda ro'yxatda o'tishimiz mumkin yoki avval ro'yxatda o'tgan bo'lsak, shu hisobimizni kiritishimiz mumkin. Men avvaldan ro'yxatda o'tganman, shuning uchun akkauntimga tez kira olaman. Endi bu yerda taqdimot, Excel, Word fayllardan foydalanishingiz mumkin va o'z ishlaringizni bajarish mumkin. Mana Word ochiladi. Bu yerda Excel'da ishlar bajarilishi mumkin. Hozir kirib ko'rsataman. Odatiy Office dasturlari bilan ichi bir xil. Har doim eng yangi versiyada turadi. Yangilab yurish shart bo'lmaydi. Bu yerda boshqa xizmatlar ham bor. Keyin yana bitta usul, bu sal boshqacharoq. Canva saytiga kiramiz. Bu ko'p narsalarga mo'ljallangan. Bu yerdan o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin. Bu yerdan yaratishni bosishingiz mumkin yoki mana shu yerdan tanlashingiz mumkin. Mana elektron pochta manzillari uchun shablonlar, taqdimotlar, ijtimoiy tarmoqlar uchun postlar, foto muharrir, videolar, hujjatlar, doskalar, varaqlar, mana veb-saytlarda ham tayyorlash mumkin. Mana taqdimotga kirsak, bu yerda hamma narsa bor. Tayyor shablonlar, kerakli grafikalar, matn, masalan bir nimadir deb yozib, shuni dizayn topish ham qiyin emas. Nimadir deb yozib rasmdan qo'shsangiz, o'zi sizga taklif ham qiladi. Bu hozir xunuk bo'lgan sababi siz o'zingizdan dizayn qo'shmagansiz yoki rasm qo'shmagansiz, shunga qarab taklif qiladi o'zi. Bu yerda sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan ko'plab funksiyalar mavjud. Ovoz qo'shish, video qo'shish, rasm qo'shish va hokazo. Bu yerda yuzlab tayyor shablonlar mavjud. Birortasini olasiz, ishga tushirasiz. Yoki o'zingiz noldan yaratishingiz mumkin.